Bismillahirrohmanirrohim. Bas shayton ularni yo'ldan ozdirib, maskanlaridan chiqardi va dedik: tushingiz, sizlar bir-biringizga dushmansiz. Endi ma'lum vaqtgacha yerda maskan tutib yashaysiz. Baqara surasi 36-oyat. Keyin Alloh taolo teridan kiyim yasab, odam ato va momo havoga kiydirdi va odamzod vaqtidan oldin biz kabi yaxshi yomonni bilishni istab qoldi. Endi hayot daraxtidan yeb abadiy yashashiga yo'l bermaylik. Borib tuproqqa ishlov bersin deb ularni bog'dan haydab chiqardi. O'z huzurida yashashdan mahrum qildi. Bog'ning eshigiga bo'lsa, karub degan maxluqlarni qo'riqchi etib tayinladi. Har tomonga harakat qilayotgan olovli qilich yo'lni qo'riqlab turar edi. Gunoh tufayli odamlar Allohning huzuridan mahrum bo'ldilar. Faqat Alloh bilan birga yashashni biz haqiqiy hayot, baxtli hayot deb atashimiz mumkin. Unda Allohsiz yashashni nima deb ataymiz? O'lim debmi? To'g'ri. O'lim so'zi aslida ayriliqni anglatadi. O'lgan odam qarindosh urug'laridan, bola chaqasidan ayriladi. Lekin eng yomon o'lim Allohdan, Allohning huzuridan ayrilishdir. Xudo undan yegan kuningoq o'limga yuz tutasan deb bekorga aytmagan edi. Xo'sh, shunga nima bo'libdi deb o'ylashingiz mumkin. Bilasizmi? Agar gunoh bo'lmaganda biz Allohning huzuridan haydalmagan bo'lardik. Endi esa o'rtada devor paydo bo'ldi. Gunoh bo'lmaganda kasallik yoki o'lim ham yo'q edi. Alloh odam atoni kasal bo'lish uchun yo falon yildan keyin vafot etsin deb yaratmagan edi. Gunoh bo'lmaganda odamlar o'rtasida xafachilik, gina, tushunmovchilik, g'azab yoki nafrat kabi narsalar ham bo'lmas edi.